自分の犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた後に続け青春たちよ後に続け遅くはないさ急ぐことは難しいが時に振り返ることはもっと難しいKöpçülük bilir. Kanada'da orman bilen kölüne ait. İlgiri yavai hayvanlarının tabiiy bağçısı deb atılatdı. Bundan yüzleç yıl ilgiri muşu ormanlıkta Senton familik bir aile adamlar yaşaydı. Ula Angliya'dan diyege bozer aşkılı kelgen köşmeler idi. Bu bir ata, bir ana ve 12 oğuldan teşkil tapkan 14 kişilik çoğun aile idi. Bo'ldi, endi tamom. Bozer ekip daraxt kesip, muşu kichkina uyni kelib olgan edi. Bu 12 oğlunun 11'incisinin ismi Anaston Senton idi. Senton, yana nima ish qilyapsan? Shoshqon degan ziroatlarni o'g'irlab bergan eng asli hayvon. Nima deb uni boqsan? Kun qulanaydi omaq hayvon. Yo'qol. Yo'qol. Aki inileri Senton'u gayrimicazlık bala deb qaraydı. Çünkü o insanlardan başka narsalar kızgatdı. O hatta hamma adam yomon ko'radigan chashqonga do'stona munosabat tutadi. Sizlar nima deb o'ng qilib qarab turibsizlar? Hammani qon Senton degan so'rang. Boziye aşkıçılar her gün orunlardan səhər turib tağdek döyülünüp durgan eğir emgeklerini kıladı. Ola yağaç kesiş, terikçilik kılış işlerini kılıp, bütün bir aile adamlarına ait aldırış işleydi. Hiç kim horuluk kılmaydı. Fakat Sentonlar her kıtım hayvanlarının ayak izini körüp kalsa, iz qoğlap menip kılıvatkan işini unutup gidetti. Hey Senton! Ne var sen? Osun tanımam sen! Gün boyu lağaylap sürüp, hiç iş kılmaydıgan buldun. Oy, bu nima oyoq izidu? Chashqoningmi? Yoki og'moxonningmi? Bu oyoq izlari nagacha bordigandu? To'shqonga. Bu oyoq izlari aslida to'shqonning ekan-da. Yaxshi. Oh. Nega qochsan? Oh. Nima degan ku? Qaytib ketdi. To'shqa yegan narsani menga chiqarmay. Nima degan ochiq to'shqa mushundoq narsani yeyotganda? Men bu o'rmonlikni yaxshi ko'raman. Bu yerda har xil hayvonlar bor. Ay bu. Bu tüken. O ağmakanı tutulaydı. Ben başta yan tursam, o ev kaçtı. Makul, sen karab dur. To'xta! Tulki! To'xta! Men seni boshqa öğretmeyman! Tulki! To'xta! O bak tez yuguraydi ekan. Qarisi yo'qolib ketdi. Nimaga qo'rqinishsam, men tez uyga berib olay. Men tez uyga berib olay. Senton keçide hareket kılırgat divallarını anç
tushunib ketmay. Bu qitim ularning qiyofatlarini aniq ko'rib oldi. Senton uyga quruq qo'l yetib kelgan bo'lsa-mu, unga nisbatan bu xatarga to'lgan ham ko'ngillik bir kun bo'lgan edi. Sentonning qushlar va hayvonotlar to'g'riliq ko'proq bir narsa bilgisi keladi. Uning hayvonotlarga bo'lgan havasi bag'ansir kuchayishga boshladi. Masalan, u qushlarning tog'ining yantu tarafida turganda boshqa qushlar bilan hayvonlarning osonlikcha bayqayamaydiganligini bilgan hamon texmi ilgirlagan holda kuzatib, ba'zi yangi ichki o'zgarishlarni bayqaydi. Oy, bu yerda faqat to'shqonli bor ekan. Hay? Uni quloqiga nima bo'lgandi? Cho'qim to'kitishni bo'lgandimi? Yoki burkut qilgandimi? To'g'ri, cho'qim burkut yarlandirdi. Demak, burkutning tangisi nima degan o'tkir? Senton endi hayvonlarni ko'rish bilan qanoat hosil qilmaydigan bo'ldi. Hamisha o'z qo'li bilan tutqisi kelib turadigan bo'lib qoldi. Ammo bu ish undaq oson emas edi. Senton hayvonlarni ko'ngil qo'yib kuzatish va hayvonlarni qo'g'lab yurgan chog'da u hayvonlarning yashash odatini bag'ansiri aniq tushunib qolgan edi. Qaysi xil hayvonlar qanday yerda qishliq o'chakka kirdi, kechida harakat qilgan hayvonlar qanday bo'ladi qatorliq ishlarni bilib qolgan edi. Sentonning bilimi bag'ansiri cho'nqirilishga boshladi. Shundaqla u yana tabiat dunyosidagi hayvonotlarning hammasining o'z oldiga yashash vositasi va qonuniyati borligini tushundi. Yashash uchun ularning jon tikib erishadiganligini bildi. Shunday qilib, Sentonning o'zimi o'rmonlikdagi hayvonlarning dushmani bo'lib qoldi. Biroq bir kuni Opa, ben keldim. Keldingmi? Bugun baldırlayıp ketsen-ku. Sana nima bo'ldi? Ish bo'lmadi. Qo'lingdagi nima? Ishtime. Voy. Qiziq bola-da bu. Jazman bir narsani tutib kelgan nima? Voyjon, sen nima meni qo'limni cho'qilaysan? Ko'zing ochdimi? Ma'qul, oldirma, to'xtab tur. Sana yeydigan narsa qilib beray. Oldi bilan obdan ilishtirib olay. Qani ye. Kechirgin, seni saqlatib qo'ydim. Qarg'anda qo'shiq bak ichibdi. Chapsa yegin. Ye. bu qag'a bolasi asta Sentonga ko'nib qoldi. U kun bo'yi Senton bilan birga bo'ladi. Qag'a bolasimi cho'ng'ib uchilgan bo'ldi. U Sentonning yaqin do'sti bo'lib qoldi. Yamanlik qilmay jim tur. Men maktab komandir. Abla, yem berishni unutib qolibdim. U balkim nim bo'lding? Sen yolg'ondan o'lib oldingmi? Ko'zingni och, o'tinib qolay. Ko'zingni och. O'tinib qolay, ko'zingni och. Senton o'zining bexastalik qilib qog'ini o'ldirib qo'yganligini tushundi. Bu ishni umr bo'yi esidan chiqardi. O'sha ishdan boshlab Senton hayvonlarni asrash ham ularga hurmat qilish kerakligini tushundi. Anaston Senton cho'ng bo'lgandan keyin hayvonlarning rasmini chizadigan rassom bo'lib qoldi. U shundaqla tabiatshunos bo'ldi. U ham rasm chizadigan, ham tabiatni tadqiq qilgan olim bo'ldi. U har kuni aldirabli yuradi. U qancha aldirash bo'lgan siri kichigida o'sgan tabiat dunyosida o'tkazgan balalik chog'larini eslaydigan bo'lib qoldi. Tabiat dunyosidagi osh-tit jonliq holatlari hozir uning ko'z oldida namoyon bo'lishga boshladi.
Qaytib ketaman. Jazman qaytib ketaman. Sinton yurtga qaytib kelib o'ylamagan manzara uning ko'z oldida turganligini ko'rdi. Jilg'i ichilib ko'chaga aylanib qolgan. Dalalar parcha-parcha etizlarga o'zgartirilgan edi. Yurtli manzaralardan asarmi ko'rinmaydi. Azroqla qolib qolgan o'rmonliklarda kishilar ko'ngil ichish uchun hayvonlarni o'lavatadi. Bu chog'da u bolalik davridagi osh kunlarni o'ylab, nahayt perişan bo'ldi. Men ilgari ko'ngil xo'sh qilish uchun hayvonlarni o'ltirib qo'yib ekanman. Hayvonlarmi insonlarga o'xshash jon yegisi. Ularni xohlagancha o'ltirishga hargiz bo'lmaydi. Sintonning qarshida hayvonlar odamlarga o'xshash. Shot xoramligi va qayg'u hasarati bor. Yana kelib jon tikib elishib yashash ro'yi bor. Bu har bir odamni ta'sirlantirmay qolmaydi. Shuning bilan u nurg'ulg'an hayvonlar to'g'riliq hikoya cho'chaklarni yozdi. Uning yozgan hikoyalarda hayvonlarga bo'lgan ko'ynishni orzu umid qilgan. Hem insonlar bilan hayvonlarni qo'mi qarindosh deb ko'rsatgan. Uning bu e'tiqodi bugungi kunda davomlashyapti. Buningdan 1200 necha yil oldida Jungo tarixida Tang sulolasi nihoyat qudrat topgan. Shu chog'dagi podshoning ismi Xuanzong edi. Xuanzong nihoyat qudratli bo'lib, olamda tengdishi yo'qmish. Uning ayni chog'dagi poytaxti Chang'an edi. Tang sulolasida mashhur ikki shoir o'tgan bo'lib, ularning birining ismi Libay, yana birining ismi Dufu edi. Bu manzaralar aslida güzel emasmi? Siz qarab turiblar, satdaysiz-ku, ha? Hammani go'zal da'vatamsiz. Chang'an shahriga qarab tekan. Sansizligan namratlar g'urbatchilikda yashayotdi. O'sha jihatdan qaraganda go'zal deb gap bo'lmaydi. Sizlar nimani talashyapsizlar? Siz nemishqa hadislar tayyorsiz. G'urbatchilik mayli bo'lsin, mayli bo'lmasin, güzel narsa. Aman güzel bo'ladi. Bu to'g'ri emasmi, ha? To'g'ri emas. Odamlar hamon ma'lum bir xil hissat bilan bu manzillarni sayli qiladi. Hech qanday qiymati bo'lmagan bu dunyoda kishilarning ko'zigimi, uning tashqi qiyofati ko'rindi. Bu dunyo qorong'u zulmatlar to'lgan. Bu zulmatli dunyoda sizning beshingiz aylanib qopti. Yana qarang, bu aroq sizningcha yaxshimi yoki yomonmi? Aroqning yaxshi yoki yomon bo'lishi to'g'ri bilan kayfiyatga bog'liq. Nemishqa bundoq talashib yurishlar? Meningcha sizlar birga sayli qilib kelinglar. Qanday? Çağdaki padişah Tang Xuanzong devlet gücünü namayan qilish uchun hadab qo'shni ellarga, hatto jiroq joylardagi ellarga qo'shin evatib, shunga nomrod yezlardan majburiy askar olatdi. Endi xatolashgansiz. Menda xatolik yo'q. Xatolik faqat mushu zamonda. Podshoh oliylarining to'g'ri bo'lsa kerak. Undaqda jazman vazirlarning urush qilib qilib, urushni qo'zg'agan nima? Shundaq. Meningcha bu podshoh oliylarining hech qanday xatoligi yo'q. Balkim podshoh oliylari puralarning dardini, davlatning ahvolini bilimiz kerak. Sizlar nemishqa doim shundoq talashib urishsizlar? Sizlarning naringlarni do'stigili bo'ladi. Qara, bu ayni güzel emas diyelemsiz. Menimcha go'zal emas. Shu askarlikka tutilgan erlar oyga qarsa cho'qim ko'ngli buzilib yosh to'kidi. Mush jihatdan aytganda ayni go'zaldagili bo'lmaydi. Bo'ldi. Hey, chiqa! Chapdan bu yoqqa chiq! Ularni qo'yib berma! Chaqib bo'l! O'tinib qolay, uni etketmisanglar, uni qo'yib bersanglar. Podshohning farmoni o'ch keldik. Sen to'lib bizning ishimizni qashil qilma! Begim, uning kesilib, uni qo'yib bergan bo'lsalar, begim sizlardan o'tinib qolay, begim, uni etketmisizlar. Yo'q, siz islomma! Bu bag'artash yo'lsiz abdah darhol uni qo'yib ber. Gapim quloq sol. Sen podshoh oliylarining farmoni qarshi chiqmoqchimi? Ha? Yaraydi. Libey birodar, qaltiskansiz. Tilg'oqchiligi yo'q. Sizlar isyon ko'tarmoqchimi? Sizlar nima yo'g'on bosh bo'lib ketdinglar? Sizlarga deb qo'yay. Mening ishimni qashil qiladigan bo'lsanglar, kallanglarni olaman. Birodar. Bu soltakning nimda vatqaligini olgansiz. Siz go har holda ochig'ingizni chiqarib oldingiz.
Lekin siz bütün puhrani qutuldura olamsiz. Siz neymiş ki bundaq deysiz? Açığımızını çıkarıvasak bu mu bo'ladigan iş? Nemi bo'lishi bilan karimiz nima? Siz men bir amal tepib azap oqibat chekayotgan barliq puhralarni qutuldurishimiz kerak. Undaqda podshoh maktub sunsak bo'g'idek. Bizga ishinglar og'risin. Bizdek namrat puhralarga ishinglar og'risin. Podshoyimizga nomimizdan maktub sunanglar. Sizlar xotirjam bo'linglar. Biz hozirlar maktub yozaylik. Chapdan qog'oz, qalam, siyoh akilinglar. Mana hozir. Qandaq? Siz bir parça talash tortish qiladigan maqola yozay deyotamsiz. Yo'q, men maktub yozaman. Qara, men mushundaq so'zlarni ishlatsam muvofiq bo'ladimi, Libey birodar? Mazmuni cho'nqur bo'lgan mushundaq yaxshi maqolalar qadimdan tortib ta hozirgacha faqat siz bilan mening qo'limdan chiqib baqdi. Rostla shundaq yaxshi chiqibdimi, birodar? Albatta. Podshoh bu maktubni o'qiydigan bo'lsa, jazman qattiq ta'sirlanadi. Balkim sizni darhol vazirlikka tayinlashi mumkin. Vazir, undaqda opam uqdigan bo'lsa, jazman xush bo'ladi. Vazir bo'lsa, noyit jiq pulimiz bor bo'ldi. Oilamizmi bundaq nomroq o'tmaydi. Shundaqmi? Bu bola men xo'shaqmaydigan gap so'zlarni davatqanmi? Podshoh bu maktubni o'qigandan keyin uzun o'tmay yorliq tushadi. Bir otliq farmonchi yorliqni etib keldi. Podshoh bizni lisan teg'iga qabul qiladigan bo'pti. Ras, sizni vazirlikka tayinlandi teg'i. Yo'q. Hargiz undaq ish yo'qchimi? Hey, sizlar bu yerda nima ish qilyapsizlar? Bu atrofda otam yuz berib, yerimiz qolmadi. Ochliqdan o'lay deyapmiz. Ketinglar. Voy, siz eliqe dofu degan kishikansizda. Ha, podshoh oliylari bizni hozir chaqirtgan ekan. Sen xabar qilib at. Undaq bo'lsa, chopsan kiringlar, podshoh oliylari arshonni yuyinyotidi. Atrofda, bu yoq meninglar. Qani, marhamat. Arshon? Shundoq joydami puhralarni qabul qilamda? Bu yerda podshoh oliylari yolg'iz emas. Oliylarining yanida sahibchimal Yanguifi bor. Ularning bu yerda birga turayotganiga yarim yildan oshdi. Yarim yildan oshdi? Yaqindan beri Yanguifi bu yerda ish pushib, bak zerikib ketdi. Shuning bilan podshoh oliylari sizning talantli shoir ekanligingizni xabar tepib, mabodi xolisa Yanguifi xonimga bir qancha madhiya she'rlarni yozib bersa, Yanguifi xonimning ish pushiga chiqib qolarmikan deb o'ylagandim. Men qarang, siz bir necha ko'plik yaxshi she'rlarni yozib bersangiz, nihoyat ko'p inom erishsiz. Oliylarga ketkizib qo'y. Men osh qilib qalalar bo'lib ketsam-mi, undaq madhiya she'rlarni nargiz yozmayman. Gül güzel mi? Qandaq bo'lsa güzel bo'ladi. Güzelligi nada? Güzel, hamon güzel. Güzel narsalar, sat narsalar bilan birga mavjud bo'lib turdi. Biroq bu oq qora ostun ustin bo'lib ketgan dunyoda nadim güzellik bo'lsin? Bo'ldi bas. Men ham siz bilan talashmayman. Undaqda nihoyat yaxshi bo'lg'idek. Sizlar shuncha yaqin do'st turib, doim talashib yuradi ekansizlar. Faqat aqlim sig'maydi. Hoy, sizlar nima ish tek araqdan kelmaysizlar? Libey efendi, podshoh yorliq tushirib sizni chaqirdi. Aslida orada katta ziyofat o'tkazmoqchi ekanda, podshoh meni berib she'r yozsin debdi. Mana bu sizga bergan in'omning bir qismi. She'rni yozib bo'lgandan keyin yana bundan 10 narsa ortiq berdi. Qutullar, bu kalender shoirlar adab qoidalarini bilmaydi ekan. Bir podshohga, mening o'zim amra bo'ladigan cho'lim yo'q. U menga amra bo'lsin. Tofu birodar, xayr xo'sh. Men avliyolarga o'xshash erkin, ozod jahon keziman. Tofu. Rostla ketamsiz?
Mayli dard alam bo'lsin, mayli g'azab nafrat bo'lsin, biz she'r bilan o'z hissiyotimizni ifodalaylik. Siz bilan mening maqsadimiz o'xshash bo'lsa-mu, ammo mijoz xarakterimiz o'xshamaydi. Shunday emasmi? Avliyolar makonidan go'zal orzu tilaklarimni izlab topay deyman. Aman bo'ling. Xayrixo'sh! Libey tog'a, xo'sh! Dadam bilan Libey tog'am ikkisi nihoyat g'olita odamlar ekan. Ular bir yerda bo'lsa, talash tortish qilishar ekan. Libey kichik hayotga umidvorlik bilan qaraydi. Tofu bo'lsa g'azab nafrat bilan qaraydi. Har ikkilisining o'z oldiga qarashlari bor bo'lganligi uchun o'zaro yo'l qo'ymaydi. Shunlashqa har ikkilisi o'zlarining qarashlari va fikri bo'yicha hech qachon cheklamaga uchramay she'r ijodiyati bilan shug'ullandi. Har ikkilisi ulug' shoir bo'lishga munosib edi. 多保重。再见了，李白大伯！再见了！父亲和李白大伯两个人真怪呀，他们在一起的时候总是争论。对人生，李白抱着乐观的情怀，杜甫则持有愤世的态度，两人各持己见，互不相让。然而，他们都按照各自的人生观和思想感情，无拘无束地进行诗歌创作，都不愧为伟大的诗人。遊び好きだけどちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働